Voy joning sog' bo'lgur. Mana chokko svetdan ekan, tozasi. Otasini bitta yutuq bor deyapsa, bitta o'ynagan, shundan keyin ezmasdan bola olingan ekan. Otasini ham ko'rsatamiz, otasini o'zi chiqqan ekan. Buni qarang. Qaysi oy dedingiz buni? 24-fevral. 24-fevral mana. Necha oylik bo'ladi shunda? Fevral, yanvar, mart, aprel, may. Mana shu oyda 24 6 oylik bo'ladi. 6 oylik bo'ladi, ha? Gap so'z yo'q. Sotamiz, ha, Otabek? Sotamiz aka. Necha pul? Ishqibozlar $200 aka, sotamiz. $200, ha? Aha. Cho'ja, ertangi cho'ja hozir topish juda ham qiyin. O'zimiz ham sotib olib, hozir bizdan juda ham ko'pchilik ertangi cho'ja so'rayapti, lekin topilmayapti. Mana sizlarga Sog' bo'lsin. ertangi cho'ja o'rtog'i $200 ga berilar ekan. Buni davom bor, xudo xolasa. Bor. Like bosib, ushbu videoni Dakar ishqibozlariga yuborib qo'yasizlar. Biz buni davomini ko'rsatamiz. Mana o'rtoqlar, 3-raqamli xo'rozimiz. Bu ham martniki ekan, ha? Bu ham mart. Bo'lakcha, eng abjiri ekan. Shuncha alohida qilib qo'yishdi. Mana chaqalari ham tuzalibdi, lekin yirtilgan, tikilgan joyi yo'q ekan. Yo'q. Tojiga alohida ahamiyat berasiz, shu zo'r ekan. Buni narxi qancha endi? Bu ham $200 aka. Bunisi ham $200. Martniki, hozirgi kilosi 2,5 kilo keladi. Salqin tushyapti, chiroyli kuzga semirib o'zgarib ketadi. Kamida 4 kilo, 4,5 kilo bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa. Hammasi hamtana. Hozirgi do'ng tojda hamtanasi bu ham. Haqiqiy hamtanasi. Joning sog' bo'lgur. Bu otaga tortib chiqqan, ha? Otaga tortib chiqdi. Ularning onasi do'ng bo'lgan ekanda. Gap yo'q. Gap so'zi yo'q. Bu ham ertangilardan qaysi oy dedingiz? 24-fevral. 24-fevral. Oyoqlari ham juda baquvvat ekan. Gap yo'q. Bu hali pachka xo'roz bo'ladi, yerga yaqin bo'ladi, pachka bo'ladi bu. Hozirgi vazni qancha dedingiz? 4 kilo oshiqroq hozir. 4 kilo oshiqroq ekan hozirgi vazni. Xudo xolasa 5 kiloga boradi. Bu ham boqdanglar. Cho'ja, bola cho'jada endi chiyillarga. Tagida yuribdi, o'shanga jim turibdi. Hali chaqirmadi ular to'liq. Bu chaqirib qoldi. Chaqirib qoldi. Narxini ayting buni ham. Bu ham $200 aka. $200, gap so'z yo'q. Yerga shuni qo'yib yuboring. Ko'pchilik yuradimi, yurmaydimi, yuradi. Qochib ketadi-da, prosta. Tulak bor. Tulak bor, yugurib quvadi buni. Quvadi. Tulak tagida yuribdi hali ham. Ay joning, voy ketvardi-ku. Tulak tagida yuribdi bu. O'ta polvon cho'ja. Polvon gap yo'q. Hali polvoniga qiziqqanlarga. Ha. O'ta polvon mana. Go'zal, haqiqiy. Haqiqiy, haqiqatan ham sifati ham chotka ekan o'rtoqlar. O'zi rangini o'zi ham bo'laydi buni. Gap yo'q. Bu yoqda tulak yuribdi o'rtoqlar. Bog'ning ichida to'la cho'jalar bor ekan-a? Cho'jalar bor, ha. Gap yo'q. Mana uni hamtanasi bu, ha? Mana shuni hamtanasi. Hamtanasi. Mana shuni hamtanasi. Bu ham fevralmi? Bu ham fevral. Fevral. Narxini ayting, sразу. $200. $200 gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozirgi vес taxminan 4 kilo. Bor. 4 kilo bor. Gap yo'q, o'rtoqlar. O, pastda yurganda hamtanasi. Buni ham gazlari uzun, juda ham go'zal ekan bu ham. O, ganoy sifat chiqqan ekan, chunki buni onasi ganoy ekan, mana oyoqlari ham qora oyoq, qora tumshuq, ko'zlari ham o'ta bo'lakcha ekan o'rtoqlar. Kallaklari ham boshqacha bu. Boshqacha ekan-a. Gap yo'q. Buni ham bo'ladigan narxi $200. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Mana fevralskiy ertangi cho'ja qidirib yurgan do'stlar. Ha, bellari ham cho'tka ekan-a. Bellari ham zo'r. Gap. Bunaqa manzara, bunaqa tabiatda ekan boqish kerak o'rtoqlar. Har xilidan bor. Katta, kichik, makiyon, xo'roz. Mana bular bu tomonda ham bor mana. Bu tomonda ham bor. Oqqushlar yaqinroq kelmadimi oqqushlar? Ana o't tushiribdi. Shunda yaqinroq olsangiz endi qochmaydi edi. Qochmaydimi? Mana bu manzarani qarang. Mana makiyonlar o'rtoqlar. Makiyonlarni shunchaki respekt o'rtoqlar. Endi yaqinroq syomka qilib bo'lmayapti bularni. Ha, ketyapsizlar sizlar, qaytinglar. BDP-ga ketib qoldi. Hovlini bu tomoni ham siznikimi Otabek? Ha. Juda katta ekan-a. Bular yaqinlangan sharoitni qarang. Bizning xonadonda 10 tadan ko'pini boqib bo'lmaydi. Vay. Aga beda payatda, beda yeb yuradi. Ha, bedada yaxshi o'zgaradi-da. Beda parrandani, nafaqat parranda, hayvon, insoniyat tanasiga ham, organizmiga ham katta foyda berar ekanda beda. Mana qarang. Mana shulardan zot olinyapti ekan. Makiyonlar 4 kilodan kam emas. Gap so'z yo'q. O'rtoqlar, ushbu videoni xudo xolasa Dakar ishqibozlariga yuborib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmang.